Remont podkurishdan keyin aynan mana shu narsalarni tekshirib olmasangiz, ustalarning orqasidan qidirib yurasiz. Birinchi navbatda injenerlik kommunikatsion ishlarni hammasini tekshirib olish kerak bo'ladi. Masalan, elektrika va santexnikada qilingan barcha ishlarni ishlatib ko'rib, tekshirib ko'rish kerak bo'ladi. Ya'ni issiq pollar ishlayaptimi, yo'qmi? Elektrikada har bir avtomat qo'yilganda qaysi avtomat qaysi xonaga javob beradi? Bularni hammasini tekshirib olish kerak bo'ladi. Va undan ham eng afzali vozdexovod qilingan bo'lsa, ya'ni chiller sistema deydi xalq tilida, qilingan bo'lsa, buni ham albatta yoqib tekshirish kerak bo'ladi. Yaxshi ishlayaptimi, yo'qmi? Agar yuqori kuchlanishga qo'yganda ko'p holatlarda shu vozdexovodda dirillab ketadi. Ana o'sha holatlar kuzatilmayaptimi, yo'qmi? Bularni hammasini tekshirib olish kerak bo'ladi. Ana o'shandan keyin siz ustalarga bemalol javob berishingiz bo'ladi va sizni ham ko'nglingiz xotirjam bo'ladi. O'zi asosan uy egalari kelishadi, qabul qilib olishda, bundoq qarashadi, ko'zi ko'ringan narsalar qaraydi, bo'ldi, zo'r ekan deydi-da, ketishadi. Lekin asosiy narsalar tepada sanab o'tgan injenerlik kommunikatsion narsalarni albatta ko'rib olish kerak bo'ladi. Ana o'shandan keyin ustalarga bemalol javob bersangiz bo'ladi.